Keks orqali topgan tillarim. Qabul qilib oling. Keks? Ha, keks pishiraman. Hisoblang, qancha bo'ladi? Hammasini tekshirib chiqdim. Hammasi 750 pul ekan. Keksdan yaxshi foyda qilasizmi deyman? Конечно, yaxshi topaman. Keksni mazasi shirin bo'lgandan keyin jaraq-jaraq pul ham keladi-de. Mehnat qilib, mehnatni tagi rohat deganlari shu deb peshanam shunaqa yaltiragan ekanki, tinmay kunda kunora ishlayman. Shunaqa hisoblayapsizmi? 130 gram ekan. Hali o'zi taqmagan ekansiz-ku. Yaxshi tilida bor ekan olasizda. Yangi bo'ladi, hali taqib uspech qilganim yo'q-ku. Ay, tavba. 750 pul ekan, ko'rib chiqdim. 130 gram ekan. Sizga izzel hisobida 1 million 100 dan hisoblab berdim. Shunda 143 million 500 chiqyapti. Ozgina qo'shing, yana chiroyli narx qilib bering, yana o'zizga kelaman. O'zi biz eng qimmat hisoblaymiz. Lekin mayli, yana qaytib kelaman deganingizga 145 million qilib beraman. Yaxshi, bu gapingiz menga ma'qul keldi. Kunda kunora emas, u holda har kuni kelaman. Qani pullarni saningchi. Bu yerda 100 million, pochka. Bu yerda 40 million. Hol yana 5 million beramiz. Bu yerda 5 million. Общий 145 million sizga. Oho. Qimmat olar ekansizlar. Yaxshi, men yana kelaman. Yana intervyu berib o'tirmang. Shuncha ko'p pul topar ekan deb trendga chiqib ketmang. Agar sizlar ham tillaylarni qimmatroq sotishni xohlasanglar, albatta Gold Expertga murojaat qilinglar va qimmatroq narxda sotinglar. Gold Expert hamisha siz bilan.